Barselona va Real Madrid uchrashuvidan so'ng Murod Ahmadzarov va Jahongir Poziljonov jiddiy ziddiyatlar. Jahongir Poziljonov Real Madrid yutqazlari Mercedes rusumli avtomobilni Erik Haydarovga sovg'a qilishini ta'kidlagan edi. Kuni kecha bo'lib o'tgan Erik Haydarovning konsertida Jahongir Poziljonov va'dasini ustidan chiqdi. Oldingida forma kiyaman deganman, lekin siz syomka qilishingiz kerak edi. Qani telefon? O'rtoqlar, assalomu alaykum. Butun O'rta Osiyo. Sizlarga Real Madrid muxlisini ko'rsataman. Butun boshli xalqlar do'stligida Barselona bir Real ustiga chiqib ketdi. O'rtoqlar, 4000 ta odam ko'rib turibdi. Qoch barcha kelyapti ko'rsa orqamda. dedimmi? Bo'pti, ketdi. Qo'ymasdan kel. Qani, men topdim. Oxirgi payt o'zi realchilarga gapirmasligini eshittiradigan bo'lib qo'ydi.